أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال: التراويح سنة مؤكدة. Nafl namazlar babida sunna muakkada namazlar qatorida tarovihni sanadi. Chunki shu tarovih namozi nafl namozlarning bir turi. Sunnat muakkada udu tarovih namozining hukmiga kirib ketdi. Nima? Biz oldindan ta'rif qilishimiz lozim. Tarovih namozi nimadan iborat? To'lib o'tishimiz lozim. Tarovih jam'u tarviha. Tarviha degan bir qatim aramalash degan bo'ldi. Arliqda bir qatimdan aramlab o'qiladigan nafl namozlar degan ma'noda. Nima uchun shunday atalgan? Chunki sahaba va tabiinlar shu namozni o'qigan chaqda, shu qiyamul layl deydi. Qiyamul laylni o'qigan chaqda uzun turib o'qiydi. Ruku sajdani uzun qilibdi. Shunda o'qib 4 rakatni bir o'qib bo'lgandan keyin arliqda bir dam o'tibdi. Aramal o'tdi. Tarviha, ya'ni ism marra bu. Bir aramal o'tdi. Arliqda bir aramal o'tdi. Ondan yana 4 rakat o'qib, yana bir aram olibdi. Undan keyin 3 rakat o'qiydi. Yoki keyingi vaqtlarda 20 rakat o'qigan. Vitrni 3 rakat qilsa 23 rakat bo'ldi. Undan keyin tarovihning mushunda atilishiga sabab shu. Istiloh ma'nosi salatul qiyam fi shahr Ramazon desak bo'ldi. İmam Nawawi rahmetullah alayh vel muradu bi qiyam Ramazon salatut tarovih degan Müslimning sharhida. Mushq salat tarovih nadin kelgansa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam man qama Ramazona imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min dhanbi degan bo'g'ashqa mushq qiyamul layl arliqda shunda jamoatlab o'qib arliqda aram olgan bo'g'ashqa tarovih deb atalgan. Tarovih namozi yo'l qo'yilgan namoz. Bunda olimlar asosan ittifoq. Tarovih namozida bir namoz bor. İslam ummati bunga ijmo kelgan. Qachon yo'l qo'yilgan desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kecha namoz o'qiydi. Ba'zi qarashda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning haqqida kecha namoz o'qish vojib. Qumil layla illa qalila. Shama va minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Nafila degan, nafil degan bo'lishi mumkin. Farzlarga ortiq holatda san vojib qilindi degan ma'no bo'lishi mumkin. Rasulullohning haqqida vojibdir degan qarash bor. Ana shu masjidda jamoat ulab bunda o'qish qachon yo'l qo'yilgan desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vafot bo'lgan yildan 1 yil ilgari yo'l qo'yilgan. Ya'ni Rasulullohning oxirgi umrida yo'l qo'yilgan desak bo'ldi. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ramazon kechalarining birida masjidga chiqib namoz o'qidi. Bir nechalar shu masjidda bor kishilardan bir nechalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iqtido qilib namoz o'qidi. Sanatgan chaqda bular biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechada bunda tahajjudni birga o'qidik deb boshqalar degandan keyin boshqani anglab ikkinchisi jiqroq adam keldi. Uchinchisi jiqroq adam keldi. To'rtinchisi bo'lgan chaqda masjidga jamoat qatmay qoldi. Hatta xaraja li salati subh. Anda tong atgan chaqda kecha namoz o'qidi. Tong atgan chaqda bomdodga chiqdi. Falamma qadal fajra bomdan o'qib bo'lgandan keyin aqbalanan nas jamoat yuzini turib fatashahhada thumma qala shahadat keltirgandan keyin so'zlab amma ba'du maqsad kelsak fa innahu lam yakhfa alayya makanakum. Sizning o'shunda yaxshilik qilishmanlik qilib kecha namoz o'qishdan maylan to'liq kelganinglar menga ma'lum, men bilib turdim. Lakinni khashitu an tufrada alaykum fata'jazu anha. Lekin izchilda qilib kelsanglar, maylan qatnashib shunda o'qib kelsanglar, sizga farz qilinib ketishdan ansirdim. Farz bo'lib ketib qolsa, keyin sizlar bo'lolmay qolasizlar degan. Muttafaqun alayhi hadis.
Mush hadisdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oxirgi hayotida bo'lgan ishga chiqdi. Undan keyin masalan, ya unda bo'ldi, bunda ahvol bo'ldi degan bir rivoyat kelmagan. Lekin bu oxirgi umrida bo'lgan ishni ko'rsatdi. Yana bir tarafdan birinchi, ikkinchi, uchinchi kechalarda ba'zi kishilar keldi-ku. Yani ko'p kishilar kelmadi. Bundan avvaldan kelish kerakdi degan nima ish bo'lmadi ekan. Buning shunda ixtiyoriy o'qiydigan namozda chiqdi. Yana bir tarafdan masjidda jamoat bo'lib o'qishni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'z yo'l qo'ygan bo'ldi. Nima? Faqat lamda qarz bo'lib qilishi yoki kishilar zamonning o'tishi bilan hammadan masjidga chiqib izchilda o'qib mangsa, ba'zi kishilar bu farz namoz deb o'ylab qolib, manda bir xato tushunish bo'lib qilishi yoki Alloh taolo farz qilib o'tay deb farz qilinib ketishidan ansirdim demoqchi. Shunga masjidda jamoat bo'lib o'qishni to'xtatib qo'ygan. Yani bu kitapta taravih namazının hükmü üstüde sünnetun muakkada deb to'xtaldi. Sünnet muakkada ekanligining dalili kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuraghibu fi qiyam Ramadana min g'ayri an ya'murahum fihi bi'azima fayaqulu man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi muttafaqun alayhi. Yana mush namozning sunnat ekanligiga ijmo baliqini Imom Navoiy va San'aniylar ijmoni naql qilgan. Lekin bu sunnat muakkada ekanligida asosan ulamolar o'tirda ixtilof yo'q. Sunnat muakkadaning daliliga maktabda bayon qilgan hadis li'anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam aqamaha fi ba'd al-layali ashu 4 kecha o'qidi masjidda. وبين العذر في ترك المواظبة. İzchil masjidda o'qimaslikqa uzrsini bayon qildi. Farz bo'lib ketishdan ansirash deb. Va huwa khashiyatu an tuktaba alayna. Albatta uyda o'qigan, Rasululloh uyda o'qigan. Lekin masjidda davomlashtirib o'qimagan. وواظب عليها الخلفاء الراشدون وجميع المسلمين من زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى يومنا هذا. Hazrat Umarning zamonidan boshlab Rashid xalifalar Osmon va Ali radhiyallohu anhum va barliq musulmonlar jamoati ta bugunimizga qadar mush namozni o'qib kelgan. Endi biz nima deymiz? Rasulullohning zamonida shuna o'qidi. Keyin kishilar Rasululloh xitob qilib o'qimagan bo'lsa-mu, yolg'iz bunda o'qib kelgan bo'lishi mumkin. Chunki hadisda man qama Ramazon imanan va ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Balki jamoat yoki yolg'iz bo'lib o'qib kelgan bo'lishi mumkin. Chunki Hazrat Umarning sayyidisida Hazrat Umar bir kuni Ramazonning ushlab masjidga chiqib, qarasa kishilar chechilib namoz o'qiyotgan. Ya tövbe şeylen bir imam ihtida qilib, ya da biraylan yolg'iz ayir, ikkilan birsiga ihtida qilib, ya bu yerda necha jamoatlar ya yolg'iz bunda o'qiyotganligini ko'rib, keyin bularni men bir imomning keyinda jamlasam yaxshi bo'ladi deb o'yladi. Keyin keskin qaror kelib, Ubay ibn Ka'b radhiyallohuning keyiniga hammadan to'plab bir jamoatlar o'qishga buyurgan. Demak, ashadisda Hazrat Umar chiqqan chaqda kishilar qiyam Ramazonni o'qiyotdi. Ba'zida jamoat bo'lib, ba'zi yolg'iz, shuni ixtiyoriy holatda o'qiyotgan. Lekin Hazrat Umarning zamonida emas, balki Abu Bakrning zamonida unda o'qib kelgan bo'lishi mumkin. Rasulullohning zamonida, Abu Bakrning zamonida ixtiyoriy yolg'iz va jamoat bo'lib o'qib kelgan. Lekin bir jamoat shaklda unda o'qimagan. Rasululloh 4 kecha o'qigandan keyin bir imom iqtido qilib, bir jamoat bo'lib unda o'qimagan. Hazrat Umarning zamoniga kelgan chaqda ondan Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu keyiniga jamlagan. قال صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. Yani bu merfu değilse lekin sahih. Bo'g'ini mavquf hadis. Yani sahabe kiramning so'zi, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning so'zi. Meyadanda xulafa rashidun va sahabe kiramlar va undan keyin musulmonlar jamoati bunda qilib kelgan degan taqdirda, unda ilgari qilinmadi degan taqdirda ma asarni dalil qilish bo'ldi. Lekin biz burun qaytsak Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 4 kecha o'qidigo. Rasululloh qilganligi sabit bo'lgan ekan, Umarul Muslimin Hasan deyishga hojatisiz. Yani bunu dalil qilish hojatisiz. Biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi qilgan jamoat namoz o'qib 4 kecha bu sunnatni ko'rsatdi. Ikkinchisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisida alaykum bi sunnati va sunnatul xulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu alayha bin nawajiz degandek bunda rivoyat bor. Nima? O'nikin Rasulullohning so'zi orqali bu yana
Xulafa Raşidning ijmo qilib yoki shu chaqda yo'l qo'ygan ishlari sunnat qatori o'tib ketadi. Nonki mavquf hadisga ehtiyoj yo'q aslida. وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف رحمه الله قال سألت أبا حنيفة رحمه الله عن التراويح وما فعله عمر. أبو يوسف استاذدن سربته taravih haqida va Hazrat Umarning qilgan ishi haqida. Hazrat Umar butun jamoatni birlik keltirib bir imomning keyniga jo'lgan. فقال الإمام أبو حنيفة التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرسه عمر من تلقاء نفسه. Taravih sünnet muakkada namaz. Ömer onu özünün yeniden payda kılınmagan. وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مُبْتَدِعًا. Bunda yeniden bir işi payda kılınmağı şey emesti. وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ إِلَّا عَنْ أَصْلٍ لَدَيْهِ وَعَهْدٍ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer'nin kolu da ma'lum bir asas bo'lg'achqa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning topshiriqi bo'lg'achqa shunda o'qishga buyurgan. Gerçi aralıkta cemaat olab o'qish Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonidagi farz olab qilishdan ansirashdan kelib chiqqan bo'lsa-mu, lekin keyin u xavf, ya'ni Rasulullohning vafotidan keyin u xavf yo'qolgandan keyin, chunki vahiy to'xtagandan keyin yangidan farz olab shu ish bo'lmagandan keyin xavf tugandan keyin asli relisqa tushdi Hazrat Umar. وَلَقَدْ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ هَذَا. Nağınki Resulullah'ın kim aşında toxtab qalğan bolsa, Hazreti Ömer Resulullah'ın sünnetini ehya qildi deymiz. Yeniden yol qo'ydi emas. Ma'lum sabablar tufaylidan to'xtab qo'ygan sunnatni, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatini Hazreti Ömer asli keltirdi yoki ehya qildi. Wa jama'a an-nas ala Ubay ibn Ka'b fa sallaha jama'atan. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhuning imomatchiligida butun jamoatni bir jamoat qilib o'qitdi tarovihni. Va sahabatu mutawafirun. Shu so'rinda sahoba kiramlarning nurg'ini, muhojir ansarlarning nurg'ini batdi, hayotda. Ularning ichida Osman va Ali va ibn Mas'ud va al-Abbas va ibnuhu, ya'ni Abdullah ibn Abbas va Talha va Zubayr va Muad va Ubay va g'ayruhum min al-muhajirin wal ansar. Aşu katsabının amısı var, başka nurgun muhacir al-ansarlar var. Ve ma radda aleyhi vahidun minhum. Ulardan birim o, Ömer'e reddiye vermegen. Sen yeni iş payda kıldın, Resulullah kılmağa işini kılamtın da tanqilmegen. İtiraz bildirmegen. Bel sa'aduhu ve vafaquhu ve emaru bidalik. Belki de onun enderleşip, onunla makul kilip, aşında okuşu buyurgan. Mana Ömer radıyallahu anh'ın hadisi an Abdurrahman ibn Abd al-Qari kharajtu ma Ömer ibn al-Khattab radıyallahu anhu leyleten fi Ramazan ila al-masjid fa idha an-nas awza'un mutafarriqun yusalli ar-rajulu li nafsihi ve yusalli ar-rajulu fayusalli bi salatihi ar-rahb. فقال عمر رضي الله عنه إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل يريد آخر الليل. Yani kişinin dastifida namoz o'qishni boshlab ketgan. Nega Hazrat Umar kişinin dastifida namoz o'qib, oxirda uxlagandan uxlagan chaqda namoz o'qib, kişinin dastifida uxlagani yaxshi etdi. Sulusul layl akhirda o'qigani yaxshi etdi. Demakchi. Va kana an-nas yaqumuna awwalahu. Shu chaqda kishilar jamoat kişinin dastifida, yani xuftandan keyin tarovihni o'qitdi. Nega Hazrat Umar aslida kechik turib sulusul layl akhiriga tatib o'qisa yaxshi etdi. Lekin hamda jamoatlar o'qiydigan namoz olgan ekan, hammalar uxlab qolmay, saqlab turalishi ta'sirgan ekan, dastifida o'qiyotgan bo'lsin mumkin. Bundan keyin na'imatul bid'atu hadihi degan, bu bid'at degan so'z orliqda qilinmay, Hazrat Umarning zamonida bir yangilik bo'lgandek o'tirib chiqqan bo'lg'achqa, ama yangi ish ajab yaxshi bo'ldi degan ma'no. Lekin Rasulullohning sunnatiga xilof yoki dinda yangi boshlardan paydo qilingan bir ibodat degan ma'noda emas. Qala va sunnatu iqamatuha bi jama'atin lakin ala al-kifaya. Sunnat muakkada, tarovihning o'zi sunnat muakkada. Mushrikning sunnati qoidasi jamoat bilan o'qish. Ramazonda jamoat bilan o'qish. Chunki tarovih namozi Ramazon xos qilib, Ramazonda qiyomul laylni jamoat bilan o'qish sunnat.
Lakin alal kifaya. Yani sünnet kifaya demek. Xuddi farz kifaya var bizde. Farz kifaya ne mesela? İza qama bihil ba'd saqata anil baqin. Lekin hammadan tarqib qolishi hammadan gunohkor bo'ldi. Az bir qism qilmasa hammadan gunohkor bo'ldi. Sunnat kifaya degan bir qism kishilar shu mahallada masalan bir qism kishilar masjidga chiqib namoz o'qib tursa tarovih namozini boshqa chiqmasinmi shu sunnat ado bo'ldi. Boshqalarmi o sunnatni tark qilganda ayblanmaydi. Lekin bir guruh kishi shu mahallada masjidga chiqib o'qimasa, masjidlarda faqat o'qimaydigan bo'lib ketsa, shu mahalladagi hammalar sunnatni tark qilgan bo'ldi. Bu chaqda yaxshi qilmagan bo'ldim. Bu ixtiyoriy. Ya, çünkü sunnatning tarifi muakkada bo'lgan ekan, yulam va yu'atab dedik biz. Nerede asau deb qo'ydi. Yaxshi qilmagan bo'ldi. Taptana malomatga duchor bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning iztil qilib kelgan ishini qilmagandek bo'ldi demak. Xaraja min jawfil layl deb kelgan. Kechada chiqdi degan. Kechada dasturga chiqdimi? Albatta bu yerimidan oshgan chaqli bo'lishi mumkin. Jawfil layl bo'lgan. Falau tarakaha ahlu masjidin asau. Bir mahallada bir masjid var. Şu masjidda faqat tarovih o'qimadan bo'lib qolsa, shu mahaldagi hamma xalq yaxshi qilmagan bo'ldi. Sunnatni tark qilib ketgan bo'ldi. Va in takhallafa anil jamoati afradun sallu fi manazilihim. Jamoatdan ba'zi kishilar qap qilib uyda o'qisa, kelmasa jamoatga, ba'zi kishilar jamoat kelmay qolsa, ular uyda o'qiydi deydi. Yani nima uyda o'qiydi? Tarovihni, lekin xutbanni jamoatlar o'qiydi. Xutbanni jamoatlar o'qib, keyin tarovihni uyda o'qiydi. Sallu fi manazil, uyda o'qsa, jamoat bilan o'qimay tarovihni. Uyda o'qib qolsa ba'zilar masjidda o'qitadi, jamoat bor. Lekin ba'zilar uyga qaytib qolsa, uyda o'qib qolsa shu namozni lam yakunu musiin. Bu chaqda ularga hech qanday topamalamatmi kelmaydi. Chunki sunnati kifoya dedi hozir Hanafiy mazhabda. Endi bu shu namozni jamoat bilan masjidda o'qisinlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday o'qidi-ku. Hazrat Umar va Xulafa Rashidun shunday o'qidi. Nozil namozning sunnat qoidasi jamoat bilan o'qish, masjidda o'qish. Bu bir xil hamda qoidasi hisobida. Lekin uyda o'qishma afzal bo'lishi mumkin. Ba'zi tarafdan uyda o'qishma afzal bo'lishi mumkin. Hanafiy mazhabda Imom Muhammadmi yo Abu Yusufmi birsi uyda o'qigani afzal degan. Albatta jamoat o'qiyotdi masjidda. Lekin ba'zilar xalq qolsa uyda o'qigani afzal. Nima uchun? Chunki shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu 4-kechasi degan so'zda qad araftullazi ra'aytu min sani'ikum. Aynan bir rivoyatda lam yakhfa alayya makanakum dedi-ku. Aslida shunda ibodatga erishmanligingizni men bildim. Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Ey xaloyiq, jamoat endi uyingizda o'qinglar. Fa inna afdala as-salati salatul mar'i fi baytihi illa al-maktuba. Sanki Resulullah'ın masızı Türkçe cemaatlar okugandan keyinki söz olan iken ahirki buyruğu mava demek. Bakaraşninki delilen. Yana mesela ayallara nispeten la temna'u ima Allahi mesajidallah ve buyutunna hayrul lahunna diyor. Yani Abu Zar rivayet eden İmam Ahmed Müslim'de kelgan hadiste falamma kanat ath-thalithatu jama'a ahlihi ve nisa'ahu wan-nasa hatta khashina an yafutana al-falah. Yani so'rliq yemmay qolamizmi deb ansirdik. Yani so'rliq o'tib ketgidek darajada uzun namoz o'qidi demakchi. Summa lam yaqum baqiyata shahr. Undan keyin 4 kecha o'qigan, 4 kecha o'qigandan keyin oyning qolgan qismida o masjidda namoz o'qimadi. Undan keyin uyda o'qidi degan gap chiqdi. Undan keyin uyda o'qish afzal degan gap chiqdi. Yani bir tarafdan li'annahu ab'adu 'anir riya. Farz namozni jamoat o'qidim, men nafl namozni sunnatni qo'ldan bermaydigan shunda taqvodar yigitga men disun deb mana ko'ngilga bir riyoxo'rlik kelib qolmas uchun uyda hech kim ko'rmagan odat o'qig'ini eng ixlosli yaqin. Asau bilan farqi bor. Asimu degan birisini masalan kesak vanglar bizni qo'ysalar gunohkorlar. Lekin bunda muomala sal ko'ngli og'riydigan bir xil ehtimollik va qo'polroq bir muomala bir gap qashqabaz bir gap qo'ysalar bu asa. Ya'ni gunoh degan olmaydigan, lekin yaxshi qilmadim ashni degandek.
Yani bunun misalları çıkan bizim turmuşumuzda mesela bazı bir oturup kopaş, bazı bir muamele işlerde mantık yaxşı kılmadı. Lakin sen çatak kıldığında ya sotu tartılmaydı ne? Ya bir narsa kılınmaydı. Ama yaxşı kılmadı deyildiğin işler. Cemaatlar okuduğumuz şu cemaatimizdeki yalğız okugandan cemaatning o'qig'ini albatta bu zinnati daraja farq bo'ldi. Ya şu nimaga bo'lish kerak? Sunnatmi, ayna bo'lish kerak. Degan shunda jamoat bilan o'qish targ'ib qilingan namoz bo'lsa, va keyingi qarash qilingan demak o'g'ini, ya Rasululloh boshqa jamoat bilan o'qigan bilan u yoqda o'qilganda, farz namozdan keyin nafl namozdan eng yaxshi uyda o'qigan namoz degan ekan, uyda o'qish afzal bo'ldi demak. Müslüman devletler tarafı şu iş kaptı şu taraf yaratmış. Mesela sanatlarını arasını koyuyorlar. Sen uyan uyduk demeden uyduk desin ne yapalım? Ya şu adamlarda hani bu mezhepteki müşkaraştımı hemmeden uyduk sen gibi yok. Sünnet kifaya dedi. Yani çokum meslerde hemme de taraf okuş buluş gerek. Bazı adamlar şimdi hemme mesle okulayotgan çağda bir kansi uyduk olsa meyle çatak yok onun dedi. Ya sünnet kifaya deganning ma'nosi shu. Endi ayollarga nisbatan masjidga chiqib o'qishi, taravihni ayollarning masjidga o'qishi. Aslida ayollarningki nafl namozi erlarningga qaraganda texmi uyda o'qishi afzal. Faqatla ba'zi bir ahvolni ko'zda tutsak, masjidda o'qishi afzal bo'lishi mumkin. Masalan, uyda o'qiy desa, hurunlik qilib o'qimay tashlaydigan. Lekin masjidga chiqib qolsam himmat qilib jamoatning hammalari avda chang turgandan keyin bu mujallanib o'qib ketadigan bo'lib qolsa, haydakchi bo'lgan bo'lsa, yoki masjidda o'qigan chog'da taxminan qarinat obdan qiroat qilib obdan o'qisa, dili erib, xushuda turadigan bo'lib qolsa, masjidda o'qigan afzal. Yoki bizning diyorlarimizda, Misrdagi diyorlarimiz shunda, ayollar odatda va'z tabliğ nasihatdan jiroq, islom tarbiyasidan jiroq turib qoldilar ish bor. Erler sohbetlik qatnashdi, vazirlik qatnashdi, so'rinlik qatnashdi. Ayollar uyda o'tirib qolgan ekan, bular islom tashviqotidan bahramand bo'lish uchun taravihning har orliqida tabliq qilish ishlarim bo'ldi ba'zi masjidlarda. Ashunda foydalanish uchun chiqish yaxshi. Albatta, endi ruxsat qilgan ahol bo'lsa, ruxsat qilmagan bo'lsa, chiqmagan yaxshi. Lekin chiqqan taqdirda shar'iy kiyinishga diqqat qilish lozim. Yüzü girim qilib, bir atir chechib, yoki diqqatni tortgan ta yoki bir xil kiyimni kiyib chiqsa bo'lmaydi. O'chaqda men nafli ibodat qildim deb harom ishni ig'ir imigiratsiyam. Buni ustiga bu taravih chiqishdimi? Hozir shahar ko'chalarmisa kunduzda bo'lib ketdi. Burungi zamonda inson qorong'uda chiqsa, bir kimni ko'rmasligi mumkin. Hozir ham ochiq ashkar ko'rdi. Bundan yasanmay, atirchachmay, shar'iy kiyim o'lchimiga rioya qilgan ahvolda va shunda va'z tabliğ yoki namozni masjidda o'qisa, tashmay o'qib ketadigan bunda bir ahvol bo'lib qolsa, shunda ruxsat. Shunda masjidda o'qish afzal, bo'lmasa uyda o'qish afzal ayollarning. Endi bu yuqoridagi bir hadisda biz bayon qilib o'tdik-ku, فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس. Şeytan ayollarını mı jig'di, ayollarını mı jig'di? Rasululloh. Undan önce ayollarını qatnashdi degan. Ayol bir hadisda la tamna'u ima Allohi masajidalloh va buyutuhunna khayrul lahunna dedi. Mesela haramdaki Allah'a qasdını özünden olmuştu. Mesela haramda başladı, Ramazan şeride farklı. O'xshash. Chunki Rasululloh shu gapni degan joy dal o'sha Haram-ın Nabaviyda. Shunda bo'lsa-mu Rasululloh uyda o'qson degan. Ya'ni unda ko'z tutgan taraflar bor albatta. قال وينبغي أن يجتمع الناس في كل ليلة من شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم 5 ترويحات. Ramazan ayda her kechasi jamoat xuftandan keyin yig'iladi. Xuftandan keyin masalan o'g'irib bir choy ichib, taradan ishlab kelamdi yoki xuftandan keyin davomlashtiramdi. Fikrga sunnatni o'qigandan keyin davomlashtiramdi, arliqni vazifalik qilib, undan keyin davomlashtiramdi. Chiqib buning boshlanishi shu jamoatning o'zining tutishiga bog'liq. Fa yusalli bihim imamuhum 5 tarwihat. 5 qatim aramalab taravih namozi o'qiydi dedi. Kullu tarbiyatin 4 rakat. Her bir qatim aramilish bo'ldigan namoz 4 rakat.
Hadi şu arlıqlı biz aramaldıgan aş namazını tarbiha deb ataladi. Hadi şu 4 rekat namaz bir tarbiha oldu. Nonken 4 rekat namazdan 5 ni o'qiydi deydi. Yani 4 rekat bir aqlam o'qimasmi? 2 rekat 4 rekat oldu. Bu bir tarbiha, arlıqlı bir dam oldu. Yani 2 rekat bir tarbiha, arlıqlı bir dam bunda o'qib 4 dan 5 qatı yani 20 rekat o'qiydi. 4 rakatın bir teslimatayn. 4 rekatni 2 salom bilan, 2 rekatni 4 rekat o'qsa bir tarbiha bo'ldi. Arliqli bir aram oldu. 4 rekatdan keyin bir aram oldu. Yajlisu bayna kulli tarbiyatayni miqdara tarbiha. Her 4 rekat o'qib bo'lgandan keyin yana bir 4 rekat o'qish arliqida 4 rekat namoz o'quvchilik miqdorda aram oladi. Masalan, 4 rekat namozni 10 minutda o'qiydigan bo'lsa, 4 rekat o'qib bo'lgandan keyin 10 minut dam oladi. وكذا بعد الخامسة 5. 4 rekatdan keyinmi ashuna bir aram oladi. ثم يوتر بهم عندن الجماعة vitr o'qib turdi. هكذا صلى أبي رضي الله عنه بالصحابة رضي الله عنهم بالصحابة والتابعين دائما وهو عادة أهل الحرمين مشو إشكي هرم أهل من عادته أشولا أشوندا أصولda o'qib kelgan. Lekin salatga agishliq Allah salatning qiygashi musho demak. Hozir men diqqat qilsanglar, tarovihning rakat soni 20 rakat dedim hakikaten. Ha? 20 rakat. Ham shu adad rakat tarovih masalasida 8 o'qsam bo'ladi. Ha? 20 o'qsam bo'ldi, undan ko'p o'qsam bo'ldi. Joizligi joiz. Chunki hadisda shu kechida namoz o'qish va taat ibodat qilsang fazilat emas. Man qama ramadona imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi. O'sha hadisda man qama degan so'z ko'pincha ahvolda kechida qiyomul layl o'qisa degan ma'noda bo'lishi mumkin. Yoki qama bit-ta'a bo'lishi mumkin. Namoz o'qisin, Qur'on o'qisin, zikr, istig'for, tasbih etsin. Bumi al-qiyam bit-ta'a bo'lishi mumkin. Umum ma'nosini ilib bilsak. Xashroq ma'nosini ilib bilsak, kechida qiyomul layl o'qisa degan bo'ladi. Alloh taologa ishongan va Alloh taolodan savob umid qilgan holatda Ramazan kechalari namoz o'qigan kishining ilgariki gunohlari mag'firat qilinib ketadi. Albatta bu mag'firat qilingan gunohlarningki sag'air deganga berib moyillish qildi ulamolarning o'zi. Gerçi hadislarda umum bo'lsa-mu, shunga munosabatlik nurg'un hadislar bor. Ashuna hammani ulamolar sag'air mag'firat qilinib ketadi, lekin kabair emas va boshqalarning haqqul abd nurdari kirmaydi, deb moyillashtiradi. Ko'pchilik ulamolar. Demak, shu kishining fazilati shunda. Ana o'sha kechida qancha rakat o'qisa joiz. Kecha to'xtamay namoz o'qib chiqamdi, ya bir qismini o'qimdi, joiz. Lekin qaysi afzal yoki sunnat bo'lg'ini qaysi degan masalada ixtilof bor. Yani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kechida o'qigan namozlar haqida kelgan hadislar 11 rakat, 13 rakat degandek araliqlarda kelgan. Mesela şu Hazreti Ayşe radhiyallohu anhaning Sahih Buxoriyga hadisida kan yusalli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Jami 11 rakat degan. Yana Ibn Abbas radhiyallohu anhudan kelgan muttafaqun alayhi hadisda kana salatuhu 13 rak'a deb kelgan. Yani kechilik namozmi, ya'ni layl muttafaqun alayhi bu. Bunun asasen ehli hadis ve bazı ulamalar, azsallık ulamalar al-afdal 11 rekat yak 13 rekat degan. Kechida 11 ya 13. Yani bu 11 13'ninki 8'e tahajjud namozi bo'lsa, qiyamul layl ya tarovih bo'lsa, 11 degan taqdirda 3'i vitr bo'ldi yoki 5'i vitr bo'ldi, ya ikkisi xuftanning ikkalga sunnati bo'lishi mumkin, ya bomdatning ikkalga sunnati bo'lishi mumkin. Endi ehtimolliqli bor. Tarovih 8 rakat bo'ldi, unda ortiq o'qimaymiz degan mishaldan chiqqan. 8 rakat sunnat degan mishaldan chiqqan. Aslida bu afzallikdagi gap. Yani jumhur ulamolar 8 dan ko'p degan. Masalan, bularning shu ko'pchiligi 20 rakat. Hazrat Umar va sahobalar, muhojir va ansarlar bor. Shu Masjid-i Nabaviyda Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ni imom qilib o'qitgan chaqda tarovihni 20 rakat o'qigan. Endi Hazrat Umarning shu chaqda ajda 20 rakat o'qiganligi sahih. Tekshirib kelsa sahih chiqadi. Undaqni munda desak bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnati 8 rakat, Xulafo Rashidinninki
12 rekat qıtıldı. Sünneti 8 ve sünnetul hulafar raşidin el mahdina min ba'di 12 20 ikisini tan qiling deb buyruq kelganlikdan 20 o'qish sunnat degaga ko'tarilgan bo'ldi. Zaman Rasulullohning so'zi bilan. Bu 20 rekat nima uchun sahoba kiramlar 20 rekat deb o'zgartgan? Rasululloh 8 o'qiydigan tursa, sahoba kiramlar Rasulullohning sunnatiga eng amal qiladigan zotlar turliq nima uchun 8 ni 20 ga o'zgartgan? Buning sababi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechida ashunda uzun namoz o'qiydi. Balki xuftanni o'qib, bir soat aramasi qilib, uningdagi kechicha so'rliq qadar to'xtamay namoz o'qiydi. Yani 8 rekat degan bilan bunun 8 rekatdan 1 rekatida 20 rekat o'qib bo'lamiz. Mesela Türkiye'de bir imam 10 necha minutda 20 rekatni o'qib bo'ldi, rekord yaratdi. Hozir ham 8 rekat o'qish sunnat deb da'vo qilganlar, sunnatga amal qildik. Rasululloh 8 ni o'qigan deb da'vo qilganlar, buni ketkizib qo'ygan yerlarda 8 degan songa soldi. Lekin qanday 8 bu? Bu 8 ning sifati qanday deganga beparvolik qildi. Yani 8 lekin 8 olganda la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Mesela qiyamda Rasululloh uzun mesela o'tirib keyin ruku qilay degancha qo'l 30 oyat o'qiydi. Unda ilgari balki 100 ni o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Lekin bir rekatda unda 2 pardin o'qib, unda rukusimi, sajdisimi, 2 sajdaning oraliqidagi o'tirishimi, qiyam turgandek unda uzun o'qiydi. Lazım onda tasavvur qilsanlar, kechida zot xuttanni o'qib ya shunda ta'dan bisab aramagandan keyin kechida uxlamay, to'xtamay o'qisanlar, unda Rasululloh o'qigandek 8 rekatni o'qiy olasizlar. Bo'lmasa Rasulullohning dal o'qigan shaklda sunnatni o'qiy olmaysizlar. Shunga bular 20 ni 8 ga tushirsa qulay bo'ldi ekan. Piyozini so'ragandek so'rab, ozgina binas qoldirganmiz, gachida yarim soat o'qildi ekanmiz, 8 ga qoldigan bilan sifat jihatdan Rasulullohning sunnatini tutmagan bo'ldi. Agar sunnatga haqiqiy amal qildim deb bardashlik beralsang, Rasululloh o'qigandek sifatda 8 rakat o'qaman, no'ch bo'lsa. Bo'lmasa, ashab-ı kiramdek o'zingni bil. O'zingni bil. Ashab-ı kiramlar ashunda taqvodor, ashunda Alloh taolo izzat ikrom qilgan zot turug'liq, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga amal qilgan turug'liq, buni o'zini bilib, o'zining ojizligini bilib, biz uni uzun turib olmaymiz. Shu qaychilab, masalan, bir rakatda 1 soat o'tirib o'qish bu bardash so'yga olmaydi. Lekin 1 soat ashnaqa sanna olsak, pat o'tirib qilib bundan qilsak o'qilib bo'ldi. Undan keyin 8 ni 20 ga qaychilagan. Undan keyin bu bardash qilish masalasi. Hozir bu 8 ning oralig'ida cho'ng farq bor. Shattana ma bayna 8ayn deymiz buni. Yak shattana ma bayna 8ikum va 8 Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ana Hazrat Umarning ashunda 20 rekat o'qiganligi sahih kelgan. Mana An Sa'ib ibn Yazid qala kanu yaqumuna ala ahd Umar radhiyallohu anhu fi shahr Ramadan bi 20 rak'a wa in kanu la yaqra'una bil mi'in. 20 rekat degan nima? Sahaba kiramning o'qig'ini 20 rekatda, unda 100 oyatlik surani o'qiydi bir rekatga demakchi. Yoki hech bo'lmasa 2 rekatga. وكانوا يتوكلون على عصيهم من شدة القيام في عهد عمر رضي الله عنه في رمضان. Demek 20 rekatni tez turib kelsin. Turib bulanmay, hasillarni tayinib turib kelgan. Buni Imom Bayhaqi rivoyat qilgan, Ali ibn al-Ja'd Musnadida rivoyat qilgan. Imom Bayhaqi Sunan al-Kubrada Ali ibn Ja'd orqali من روايات وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم عدول ثقات. Elbette bu rivayetin rijalları bir-birlab tekshirib chiqdi, sahih chiqdi. وقد صحح إسناد هذا الحديث غير واحد من الحفاظ منهم الإمام النووي في الخلاصة والمجموع. المجموع يعني كتابنا اسم الكتاب المجموع شرح المهذب. İmam Şirazi'nin El-Muhaddab degan 2 mujalladli kitobi. İmam Navoiy rahmatullohi alayhi buni sharh yozib Al-Majmu' deb atagan. Lekin tamomlayolmay o'lib ketgan. Keyin yana bir olim chiqib, uni tamomlayolmagan. Yana bir olim chiqib, uni tamomlayolmay 5 aylanma, 4 aylanma tamomladi. Shu majmu'ning bir qismi, İmam Navoiyning bir qismi boshqalarning. Wa Ibn al-Iraqi fi tarh at-Tathrib
الحافظ العراقي إحياء علوم الدين حديثاً تخرج قيغان حديث نسألهم والسيوطي في المصابيح وغيرهم ولا نعلم أن أحدا من أئمة أهل العلم من المتقدمين قد ضعفه الجريكي حديث نسألهم براسة أزدماننا جمركات أقسم القرآن أجزاء بقنماس يدبتونا وما ادعاه الألباني في رحمه الله من أن الشافعية قد ضعفه مستدلا بتصديره إياه برؤيا فوهم شيخ الألباني إمام شافعي مش روايتنا رؤيا ده صيغة التمريض ده رواية فيها إمام شافعي نظر ده عاجز إمام شافعي عاجز كان دبت كان شيخ الألباني بو أولغنا خطأ لأن الشافعي رحمه الله قد أخذ برواية 20 واستحبها إمام شافعي يجيب ركعت أقش مستحب أشياء أوزال دب يجيب ركعتنا آغان وهو لا يأخذ بالحديث الضعيف أجلس كأمته لكن يجيب ركعت أقش أوزال دب كردان والمتقدمون كالشافعي وأضرابه لا يتقيدون بهذا المصطلح الذي تعارف عليه بعض المتأخرين يعني رؤية يعني صيغة التمريض دايمز من دا سيدنا رواد الجزم بلا من دا إنق دايمز زيادة اصطلاح لا إمام شافعي كين كاغا اصطلاح لا بواسقة إمام شافعي بو اصطلاح رأي قلش كريك ماس فهم يريدون الحديث الصحيح بصيغة التمريض في كتبهم يفعلون ذلك روما للاختصار قد نزارتوات مسكشن تز خسارت ديشن عشان دا رؤية دبلهم كتير دو روا فلان عن فلان دو جمعيدو دين وغالبا ما يفعلون ذلك إذا حذفوا السند وفي الأم للشافعي إمام شافعي الأم دين كتابه ويزنون كتابه شون كتاب وفي الأمة للشافعي رحمه الله أحاديث من هذا القبيل وهي في الصحيحين سين كاجدنا إمام شافعي رؤيا دب أكاجي يالرجق الأم دين كتاب ده وكذلك الإمام البغوي يريد في كتابه شرح السنة أحاديث مخرجة في الصحيحين بلفظة رؤيا إذا حذف السند bunun başka İbn Abi Şeybe ve Sünen kitaplarda rivayet kılınan 20 rekat okuduklarında rivayetler kılıba. İmam Malik an Yazid ibn Ravman كان الناس يقومون في زمان عمر ب23 ركعة في رمضان وجاء في المدونة للإمام مالك المدونة إمام مالك'nin sözlerine toplanan kitap. İmam Suhnun İmam Malik'in yani bir şahit İbnül Kasım'dan sorab ma mesela İmam Malik ne deydi dese İmam İbnül Kasım cevap vergen. Lakin bu İmam Suhnun toplagan lekin köpünç cevabı İbnül Kasım ustazım İmam Malik bunda cevap verdi bunun gadab degan ve ustaz cevap vergan mesela öz cevap vergen. Malik'in mazhabı mühim kitap. İmam Malik tava kitapta rivayet İmam Suhnun İbn Sa'id el-Tanuhi anil İmam Abdurrahman İbn Kasım. Aş kitapta asas şu Suhnun İbn Kasım'dan soraydı İbn Kasım cevap verdi İmam Malik bunda degan der. Kemirine özü to'liqlab cevap verdi. Mujunda qala Malik yani İbn Kasım bunda rivayetler. Qala Malik ba'atha ilayya al-amir ve arada an yanqusa min qiyam Ramadan alladhi kana yaqumuhu an-nas bil Medina. Qala İbn Kasım وهو 39 ركعة بالوتر 36 ركعة والوتر 3. Şu çağda İmam Malik'in zamanında Medine ahalisi teravihine 39 rekat okuyurken. Vitr 3 rekat, teravih 36 rekat. Qala Malik, şu vali sal qisqartilaydi deb turarkan, unumabdi İmam Malik. Fanaytu an yunqisa min zalika shay'an. وقلت هذا ما أدركت الناس عليه وهو الأمر القديم الذي لم يزل الناس عليه. İmam Malik bu biz ilgirki sebeplerimiz bunda qilgan o'zgarsa bo'lmaydi deb ching turdim. Kemaytirishga unumdim. Demak İmam Malikning ilgirki salaf yani tabiiylar deydi 39 rakat o'qigan. 36 taravih, 3 rakat vitr. Ham nima uchun shu 36 rakat 39 rakat 20 rakat o'qish barchinama 20 rekat o'qish bo'lgan ekan makkaliklar har bir tarbiya aram oldigan chaqda fursatni qo'ldirmay bir tavob qilib olgan. Aram olish vaqtida bir tavob qilib olgan. Tavob qilib olgan ekan Madinaliklar unda qarab bu tavobning namozga o'xshash bir ibodat hamda. Tavobmi namozga o'xshash. Namoz darajasida. Endi rivoyatlar bor. Bo'lgan ekan biz oldin qilishmaylar. Ecrini qo'lga keltirishni boshlaymaydi deb bizning Madina kabi bo'lmadi ekan bu yerda bir namozning savobi bo'lgan ekan eng yaxshisi orliqda namoz o'qiylar deb
Mush arliqni to'ldirgan namozlar. To'ldirgandan keyin bu 36 rakat bo'lib ketgan. 20 rakatning arliqiga 4 rakatni tiqib qolganmi? 16 rakat bo'landa, demak ish vaqtini 4 rakatdan to'liqlagandan keyin 36 rakat bo'lib ketdi. Mana qala Imom al-Bag'avi fi sharh sunnah wa amma akthar ahli al-ilm fa'ala 20 rak'ah يروى ذلك عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي. قال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. لكن مكة مش 20 ركعة وقالقنا بالماء كش وقتنا تعتبر من شو سام أقول كاسم مكة 20 ركعة أقول كأنه. لكن يعني شو سلف صالح لا 20 rekat, yani sahabe ve tabi'in ibaret olan salaf salih 20 rekat okuyan. Yani ya da İmam İbn Teymiyye'nin daha isli bir sözünü keltirip koyuptu. Ve ca'a fi fetava Şeyh'ül İslam İbn Teymiyye rahimahullah enne qiyama Ramazana lem yuvakkitun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fihi adeden muayyena bel kâne huve sallallahu aleyhi ve sellem la yezidu fi Ramazana ve la fi gayrihi ala 13 raka'a lakin kâne yutilur raka'at. Özellikle 8 rekat okuyup yani 13 rekat ya 11 rekat dedi. Okuyup lekin uzun okuyup da. Falamma jama'ahum Umar ala Ubay ibn Ka'b radıyallahu anhuma kana yusalli bihim 20 rak'atan thumma yutiru bi 3 ve kana yukhaffifu al-qira'ata biqadri ma zada min ar-rak'at. Lakin rekat sanını avutup qiraatni sal qisqartib da suzgan bunu. لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة. Çünkü bir rekatna uzun okusa bulanmaydı. Lekin parçalab aşuna okusa okuyalaydı o. ثم كان طائفة من السلف يقومون ب40 ركعة ويوترون ب3. Mana 40 rekat okup 3 rekat vitr okuyanlar battı. وآخرون قاموا ب36 وأوتروا ب3 وهذا كله سائر. Muşun hammasi qabul qilinadigan, e'tiroz bildirilmaydigan maqbul ishlar edi. Qabul qilinadigan ish. Mana bu haqiqiy mana salafga vakillik qilgan imomning so'zi. Ya o sunnat xilofda 8 sunnat boshqasi bid'at deganda gap qilmadi. فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين. فإن كان فيه احتمال لطول القيام فالقيام ب10 ركعات و3 بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره والأفضل. بردش برالدغان أن نوچلو لقاسا رسول الله صلى الله عليه وسلم o'qigandak 8 rakat ya 11 rakat vitr bilan qatib ashunda 13 rakat ya 11 rakat o'qigani shu afzal. وإن كانوا لا يحتملونه بلما يتغلب وسائر كندكدك فالقيام ب20 هو الأفضل وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين فإنه وسط بين 10 وبين 40 وإن قام ب40 وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك. Hiç قاسم مكروه مس 40 olsun 36 olsun 20 olsun. وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدة مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد عليه ولا ينقص منه فقد أخطأ. نعم محقق عالمның sözü. Nəhayət insaf sözü. Gerçi hazır bu Şeyhülislam İbn Teymiyye nəhayət aşqın ahlisini qarşı chiqqan bir ulamodak qarilayotgan bo'lsa-mu, minbarlarda qarilayotgan hozir. Endi qarilayotgan bo'lsa-mu, mana shunda isil ilmiy so'z qildi. Sizning ahvolingizni bog'lab. Sizning ahvolingiz bo'sh bo'lsa, الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. عند هذا 20 rekat deb. Ana keyin anda hozir masalan yoq 8 rekat deb 20 rekat o'qigan Qur'onning 8 rekatini ham o'qib 12 kun tashlagan darajaga yetdi. Keyin anda 8 rekat chaqqan o'qiydiganlar shunda taqvodir bo'lib ketishi mumkin keyingi zamonda. 20 rekatga darajadan ijma deymiz endi. İcma degan dasturni ya bu endi ijma sukuti. Buna qavli bo'lib qolsa, bu bir kuchli dedi. Lekin bu ijma sukuti. Balki sahoba kiramdan ba'zi 8 rakat o'qisa bo'ldi deganlarmi? 20 rakat o'qsimi endi uni bir e'tiroz bildirib ketgan ish emas. Talash qilgan ish emas. Mayli endi Hazrat Umar 20 rakat o'qing deb o'qiylar.
degan. Bo'lish kerak, cho'qim bo'lish kerak. Chunki o chaqda ixtiyoriy o'qiydi masalan, aydan narsa o'zam yusallun degan shu chaqda ba'zi 8 rakat, ba'zi 10 rakat, ba'zi 15 rakat xalqancha o'qishi mumkin. Ana o'shada 20 rakat o'qidi, orliqda tavob qilish nomi. Ramazonda tavob qildi. Madinaliklar bu bir fazilatni qo'lga keltirdi deb orliq namoz o'qiydi. Bizning shu tasbih aytdi. Subhanal malikul quddus, subhanal izzati wal azamati wal qudrati wal kibriya wal jabarut, subbuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al jannata wa na'udhu bika minan nar. Ana hozir bu duoning mazmunida chatoq yo'q, sog'lom duo. Masalan, tasbih subbuhun quddus degan shu tasbihning ba'zi hadislarda kelgan. Duoning mazmunida chatoq yo'q. Bir tasbih aytish, istig'for aytish, duo qilish usuli. Buni tushunishimcha, bizning diyorimizga ulamolar. Ana Makkalikning Ka'basi bor ekan, uni tavob qilyapti, zikabi yo'q. Madinalikning masjidi bir rakat namoz o'qisa, 1000 rakatga barobar bo'lganlik fazilati bor ekan, u bizda yo'q. Endi biz nima qilamiz? Ya aramalab çay içib parangizni o'tgandan biz tasbih aytaylar, tasbihning ayat fazilatiga istab shu tasbihni tanlagan bo'lish mumkin. Lekin shunga bu ixtiyoriy ish. Tasbih o'qimdi, ya achchiq çay damlab ishamdi. Masalan, uyqusi kelib qolgan bo'lsa, yoki kirib ta'rif yanglab chiqamdi, o'zini chaqirib chiqamdi, ya telefon qilib o'tib, bizlar mungishib o'tiramdi. Bu erkin a'zo qo'yib qo'yilish. Undagi shu orliqda Qur'on tilovat qilamdi. Tasbih aytamdi, boshqa ish qilmadi. Erkin, ixtiyoriy, mubah doira. Yani tasbih aytish bu yaxshi ish. Yani bizning darimizga ishmo yaxshi bir tanlash. Orliqda Qur'on tilovat va va'zatlik qilish masalan. Bizning darimizda va'zatlik chekinayotgan bir ahvol bo'lg'achqa, shu tarbiyada bir orliqda aramlashda biz va'zatlik qilib islom dinini kishilar yaxshi tushundirish uchun tashviqot olib boraylik desa, bu munoyat yaxshi ish. Navonki Rasululloh orliq tabliq qilmagan, Rasululloh orliq tasbih aytmagan, bid'at desak bo'lmaydi. Ixtiyoriy ish bu. Biz hozir unda o'tirib tasbih aytsa shekillamdi, yo Qur'on o'qisa shekillamdi, shunga o'xshash bu azab qo'yilgan ish. Shunga ba'zi uni bid'atda chiqqan, bu tasbihni bid'atda chiqib bid'at desak bo'lmaydi. Ya hadisda kelgan Subbuhun quddus Rabbuna va rabbul malaikati va ruh degan tasbih hadisda kelgan. Lekin bu vitrdan keyin deydigan, ya vitr deydigan bir boshqa bir nima kelgan. Ammo shu lafz bor. Ha, mayli hadis kelmagan deydilar. Tiyari bir so'zni qurib, to'g'ri mazmunda tasbih etish joiz. Masalan, hamda aytishmi? İmam Şafii rahmetullahi alayhi kelgan hamda aytishimizda Şafii mazhabida eng afzal hamda aytish usuli nima desa, alhamdulillahillazi la yuhmadu ala makruhin siva. Bu nima uchun afzal bo'lib qoldi? Bu balki hadis kelgan bo'lishi mumkin. Nima uchun afzal bo'lib qoldi desa, İmam Şafii rahmetullahi alayhi vafot bo'lib ketgandan keyin Şafii mazhabidagi ulamoning ba'zan tushuvchiga, ya shogirdlarining yoki saboqdoshlari, sabdoshlarining ulamoning tushiga kirgan İmam Şafii. Tushuvchigandan Şafii, "Mada fa'alallohu bik?" Sen katta alimdan islom uchun shunday tuhfalarni qo'shgan. Alloh taolo sen qanday mukofotni berdi? Nimalarga erishding deb so'ragan chaqda Imom Shafii biz hali jib ishlarimizni cho'ng bo'lib ketganmiz. Ilm bilan shug'ullanib, dinni yetkazimiz, xizmat qildik, kitob yozdik, talibni yetishtirdik, o'ylab ketganmiz. O kishining ko'pincha hakimida faqat bunda bir hamda aytgan, osh hamda Alloh taolo yaratdilar, oshining foydasini ko'rdim degan. Degandikan ulamolar, Şafii mazhabiga ulamolar mana eng yaxshi hamda aytish usuli shu. İmam Şafii rahmetullahi alayhiga haqiqatan foydasi yetgan. Hamda aytish usuli o'g'aniki bu eng afzali shu deb qaragan. Yani bu ixtiyoriy o'zi bir iborani qurib hamda aytsa bo'lardi. Tasbih aytsa bo'lardi. Duo qilsa bo'lardi. Yani uni bid'at deyishning o'rni yo'q. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.